Sehr markazimi? Sehrni oldirmoqchi edim, yordamingizga kerak. Assalomu alaykum. Yo'q, bu sehr markazi emas, hijoma markazi. Menga qarang, siz ham sразу bittada 20 ta bankani terib tashlaysizmi? Yo, ikkita bankda qo'yib qo'ya qolasizmi? Voy yo'q, birinchi marta qilinayotganda 20 ta banka terilmaydi. Biz sunnatga muvofiq 6 ta banka teramiz. Undan tashqari konsultatsiya orqali kasalingizga qarab yana bankalar sonini ko'paytirishimiz mumkin. Bitta joyga bordim, ko'pirib ketdi qonim. Вообще siz o'qib tashlagan sog' joyingiz qolmagan dedi. Shu ko'pirtirib qilib berasizlarmi? Yo'q, bu sehr alomati emas. Bu bankani chetidan havo kirib qolgani uchun qon ko'piradi. Bu tabiiy. Menga qarang, mana shu perchatkadan ishlatasiz, xo'pmi? Qayerga borsam mana shu bitta perchatkani olib yuribman. Bu 8-marta ishlatishim. Mana shundan ishlating. Keling biz siz bilan bu perchatkalaringizni mosorga tashlab yuboramiz. Chunki bizda hamma narsa bir martalik ishlatiladi. Menga qarang, keyin menga tilganingizdacha menga chiroyli qilib x qilib tilaverarsiz. Bundoq qaragan, voy desa hamma. Bo'ptimi? Bu noto'g'ri hijoma turi hisoblanadi. Biz siz hijoma qilamiz.